qiz bolalarda o'g'ri chiqsa nima qilish kerak, qachon dermatologga murojaat qilish kerak? Ko'pchilik qizlarimiz birinchi o'rinda o'zlari davolashga harakat qilishadi. Okklyuzion, ya'ni o'sha yog' bezlarini yopadigan kosmetikalar ishlatsangiz, yuzingizni makiyajini gidrofil masla bilan tozalaydigan bo'lsangiz, o'sha vaqtda siz faqat u xot bilan yuzdagi o'g'rilar ketmaydi. Qizlarda sindrom polikistit yishnik degan kasallik bor. Iyak sohasida katta yiringli o'g'rilar chiqishni boshlaydi. Bu hayz siklida o'zgarishlar bo'ladi, hayz sikli buzilgan bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Bugun sizlar bilan qiz bolalarda o'g'ri chiqsa nima qilish kerak? O'zi chiqishi bu normal holatmi? Qanaqa davolasa bo'ladi? Qachon dermatologga murojaat qilish kerak? Mana shu haqida sizlar bilan bugun batafsil gaplashamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, demak boshladik. Keling, o'zi o'g'ri kasalligi nima? Nimalar hisobga kelib chiqadi? Hammamizning terimiz tagida yog' bezlari bor. Bu yog' bezlari normada hammada yo'q ishlab chiqarib turadi. Agar mana shu yog' bezlari faoliyati oshadigan bo'lsa va o'sha oshgandan keyin teri ostida yog'lar ko'p ishlab chiqarishni boshlasa va shu yog'lar teridan tashqariga chiqishi qiyinlashsa, terimizda o'g'ri paydo bo'lishni boshlaydi. O'zi normal holatda qiz bolalarda hayzdan oldin gormonlar qisman oshishi boshlaydi va natijada qizlarda bitta-ikkita o'g'ri chiqishi mumkin yak sohalardagi yuzlarda. Agar bitta-ikkita chiqadigan bo'lsa va u tezda yo'qoladigan bo'lsa, bu normal holat hisoblanadi. Agar qizlarda hayz siklidan tashqari boshqa vaqtda ham ko'plab kattaroq, yemaydiroq o'g'rilar chiqadigan bo'lsa, bu normal holat emas. Bu o'sha kasallik hisoblanadi. Bu yerda o'sha siz biroz dermatologga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Ko'pchilik qizlarimiz birinchi o'rinda o'zlari davolashga harakat qilishadi, ya'ni har xil uxotlarni qilib ko'rishadi va natijada noto'g'ri uxot tanlaganligi sababli bemorlarimizning yuzlarida o'g'rilar yana ko'payishni boshlaydi. Agar siz okklyuzion, ya'ni o'sha yog' bezlarini yopadigan kosmetikalar ishlatsangiz yoki SPF'lar ishlatsangiz yoki yuzingizni makiyajini gidrofil masla bilan tozalaydigan bo'lsangiz, o'sha vaqtda siz o'sha yog'ni kanalchalari bor, o'sha joyini siz yopib qo'ygan bo'lasiz va o'sha joyda sizda yanada o'g'rilar ko'payishni boshlaydi. Shuning uchun siz bunaqa narsani tanlayotganda o'g'rili yuzlar uchun yoki yog'li yuzlar uchun deb kosmetika vositalari va tozalovchi narsalarni tanlashingiz kerak bo'ladi. Agar siz noto'g'ri tanlab qo'yadigan bo'lsangiz, o'sha vaqtda o'g'rilar sizda yanada ko'payishi mumkin. Lekin bu faqat u xot bilan yuzdagi o'g'rilar ketmaydi. Bu yerda muammo teri ostidagi yog' bezlarida bo'lganligi sababli biz bu yerda teri ostidagi yog' bezlarini faoliyatini pasaytirishimiz kerak bo'ladi. Va ba'zi bir holatlarda qizlarda sindrom polikistit yishnik degan kasallik bor. Mana shu holatda ham qizlarimizda o'g'ri chiqadi. Bu kasallikda qanaqa simptomlar bo'ladi? Demak, birinchi o'rinda bu yerda iyak sohasida katta yiringli o'g'rilar chiqishni boshlaydi. Ikkinchisi bu hayz siklida o'zgarishlar bo'ladi. Hayz sikli buzilgan bo'ladi. Uchinchisi bu terida ortiqcha tuklar paydo bo'lishni boshlaydi. To'rtinchisi bu bemorlarimizda risk, ya'ni birdaniga vazn o'sishi holatlari kuzatiladi. Agar bunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, siz ham dermatologga ham endokrinologga ko'rinishingiz kerak bo'ladi. Qo'shimcha siz gormonlaringizni ham muvozanatga keltirishingiz kerak bo'ladi. Faqat dermatologdan lecheniya olib, sizda natija bo'lmaydi. Bu yerda ikkala tomonlama birdaniga lecheniya qilish kerak bo'ladi. Endi ba'zilar aytishadiki, turmushga chiqsang yo'qolib ketadi yoki bitta farzandli bo'lsang, ikkita farzandli bo'lsang yo'qolib ketadi deb aytishadi. Aslida unaqa emas. Turmushga chiqishi bu yerga aloqasi yo'q. Ba'zi bir holatlar bo'ladiki, masalan, shuncha vaqt qizlarda o'g'ri chiqmagan, lekin turmushga chiqqandan keyin birdaniga o'g'rilar ko'payib ketgan yoki bitta farzandli bo'lgandan keyin birdaniga o'g'rilar ko'payib ketgan. O'g'ri kasalligi boya aytganimdek, bu yerda muammo yog' bezlarida, mana shu yog' bezlari faoliyati oshganligi sababli o'g'rilar kelib chiqadi. Turmushga chiqishi bu yerga aloqasi yo'q. Ondan so'ng aytishim mumkin, menda ham ozroq chiqqan, o'sha vaqtda yo'qolib ketgandek. Lekin agar siz turmushga chiqishingizni kutib turadigan bo'lsangiz, agar sizning o'g'rilaringiz yanada ko'payadigan bo'lsa va undan keyin asoratlar qoladigan bo'lsa, kasalligingiz yanada og'irlashib ketadi. Shuning uchun siz turmushga chiqishni kutmasdan ertaroq vrachga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. O'sha vaqtlari, endi sir vaqtlari meditsina hali rivojlanmagan bo'lgan, bemorlarimiz, ota-onalarimiz hech narsa qilmagan o'sha kasalliklar bo'yicha. Hozir meditsina rivojlangan, bu kasallikni oldini olsa bo'ladi, oldidan davolansa bo'ladi. O'shaning uchun siz agar yuzingizda o'g'ri chiqadigan bo'lsa, qancha erta murojaat qilsangiz, shuncha bu kasallikning og'irlashishini va yengilroq o'tishini va asoratsiz o'tishini oldini olgan bo'lasiz. Hozir siz bilan bemorimizning natijasi bilan bo'lishmoqchiman. Mana bemorda yuzlarida ko'rib turishingiz mumkin, ko'plab yiringli o'g'rilar bor. Bemorimizlar bizga murojaat qilishdan oldin ko'p narsa qilib ko'rganlar, ko'p narsa surtib ko'rganlar, har xil vrachlarga borganlar, lekin natijasi bo'lmagan. Bizlar bemor bilan etap-etap lecheniya qilib, hozirgi kunda mana shu holatdan mana shu ajoyib natijaga erishganmiz. Bu yerda bizlar to'g'ri lecheniya qilishimiz kerak. Ko'pchilik ichaklarni tozalaydi, qon almashtiradi, zuluklar qo'ydilarga faqat kosmetika
kosmetik vositalardan foydalanib, uxotlardan, bunaqa narsalar bilan hech qachon o'g'ri ketmaydi. O'g'ri kasalligini biz ichkaridan, ya'ni yog' bezlarini faoliyatini pasaytirish orqali davolashimiz kerak bo'ladi. O'shandan keyin siz bu kasallikdan qutulishingiz mumkin. Agar sizda ham mana shunaqa muammo bo'layotgan bo'lsa va siz ancha vaqtdan beri qiynalib yurayotgan bo'lsangiz, menga murojaat qilishingiz mumkin. Men Samarqand shahrida ishlayman. Qabulimga kelishingiz mumkin. Quyidagi raqamlarga bog'lanib yoki bo'lmasam onlayn konsultatsiya olishingiz mumkin. Buning uchun siz quyidagi Telegram profilga yozing. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like va podpisatsiya bo'lish tugmasini bosing va izohlarda o'z fikringizni va savollaringizni yozib qoldiring.